Rahmat, rahmat. Meni bolam keldi ana. Voy xudo, meni bolam keldi. Ya, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bolajonim, bu obsovlar sizniki ekanda. Assalomu alaykum. Uydagilar yaxshimi? Meni kelinlarim, nevaralarim siznikmi? Hammalari yaxshi, Xudoga shukr. Qanday o'tiribsizmi? Ishimiz, sog'liq qanday? Sog'liq endi o'sha oyoq, o'sha qo'l. Nondiron, kasal, og'riyapti. Yo'qlatingizda bolam meni. Yo'qlab jo'ratib ichida. Keldik. Sog'liq bugun mana 26-yil 26-iyun juma kuni ekanda, juma kuni duo so'lakchi deb keldik. Xudoga shukr, xudoga shukr. Ilohim, Allohim yor bo'lgin, sizlar madad qilgin, meni shunchalik yo'qlabdi, Allohim o'zing yo'qlagin. Raskollarga baraka bergin, xonadonlarga tinchlik, omonlik bergin. Allohim o'zing beraringdan qismagin, lekin niyat qilgan bo'lsang, niyatlariga yetkazdirgin. Alloh o'zing panohingda asragin. Amin. Oyog'im og'rib ketdi-da, bolam, endi aytga buyurmaysiz, oyog'im ko'rsatib olaman. Oyoqlar chiriyapti shekilli, kim biladi. Ayog'da shikoyat bormi? Oyoq ikkala chizim ketyapti ekan, chiriyapti ekan. Bag'da bu qo'l eski o'sha yoshlikda endi ko'p mehnatlarni qildik-da, bolam. Qurtdan qurtdik, dalani ishini dala dedik, paxtani paxta dedik. Kamiga Rossiyalarga borib tirikchilik uchun qimillab keldik. Mana endi shu yoshga kirganimda bag'i ham bunaqa bo'lib, hali bitmay qoldi deydimi, nima deydi o'g'lim? Farzandlardan nechta? Endi bir donagina qizaloq bor edi, turmushga chiqib ketgan, o'zi bilan o'zi, ro'zg'ori bilan tinchigan. O'sha uchun endi shunchagina qiynalib, qarishilik ekanda bolam. Uylar chalam bu. Mana kirib ko'ravering bolam, uylar chalasi qolib ketdi-da. Mana chalasi qolib ketdi, kirib ko'ravering, men ham turishim uchun bir soat kerak. Bir soatda aylanib turib olaman, voy jonim, bismillah. O'zing tushib bergin. Yordam tariqasida shu korobka bo'lib qolgan ekanda. Endi ko'rmaysiz o'sha paytda bir insofli odamlar ham bor, iymonli odamlar ham bor deganday. Shunchalik bo'lib qoldi, xo'jalik bo'lib qoldi-yu, endi buni kasallarga og'riqlarida. Bag'da oyoq og'riq, mana bu uylar yuravering o'g'lim. Ag'lardi ham kirib, mendan epchilsilar. Meni oyog'im bosganimcha ancha. Uylarni oling. Korobka. Yosh aka bilan urgan ekan, shu qonligicha qolib ketgan. Mana onaxonda o'zi yolg'iz. Birodarlar, aka-ukalar mana yolg'iz o'zlari qolib, bemorligi bor ekan. Ayollari anchadan beri og'rib, sharoit yo'q, o'zini qaratishga. Yo'q, sharoitim yo'q, bolam. 800 so'm pensiya olaman xolos. 800 ming pensiyalar hatto. U hech narsa bo'lmaydi, u. Suvlariga ham gaz ketmaydi. Mana suv, mana suvdan qarzim bor. 6 million, 7 million. Bu uyda turishi mana u. Shifon patolog turish kerak. Tepa patolog ko'rsating, past ko'rsating. Narigi uyda ham yuravering. Men yetib yurarmayman, oyog'im chatoq sudrali bo'laman. Mana uylar. Qaniydi agar endi sizlarga o'xshagan bir mehmonlar bo'lsa, endi elim yurtim. Bir tupursa ham pul bo'lar ekan, bir to'g'ramdan non bersa ham boy bo'lar ekan. Ajoymas edi. Mana bu masjidlarning mana bu joylar, mana uchastkalar shifrsiz, yolg'izliklik uchun endi mana mabitlar musor, agar suvda nima yo'q, lekin tinga sharoit yo'q. Holat shu. Shunga xalqimizda, yurtimizda Xudo xolasa birlashib, shu ko'pchilik mana onaxonda bemorligiga doktorga yotqizish kerak ekan. Endi doktorga yotqizish uchun himmat kerak. Hammamiz bir yurtimiz to'planib 5 mingdan 10 mingdan hadya qilib tashlab yuborilsa, Xudo xolasa shu kishini sog'lig'i tiklanib, mana shu bir uylarni chalalarni bitirib, chiroyli qilib berilsa, juda ham ulug' ish bo'lardi. Bizning iltimosim xalq yurtimizdan Xudo xolasa mana yaxshilik, mana Xudo xolasa shularni uylarni, shonaxonda uylarni qilib, chiroyli qilib, shifrlarni qilib, eshik deraza qo'yib, remont talab qilganda yangi eski nimalar endi shuni qilib berilsa yaxshi bo'lardi. Xudo xolasa
birodarlarimiz, mana aka-uka, opa-ukalarimiz, ehsondor odamlar juda ham ko'p. Sizni Xudo xolasa xalqimizdan shu iltimos qilib qolardik. Mana shu sizlarning himmatlaringiz bilan Xudo xolasa shu onaxonda uy tiklanib, chiroyli bo'lib ketilsa, duo qilib o'tiradigan holatga kelib qoldi mana. Albatta. Menga bizni berib sizlarga menga bersin iloyim. Rahmat, rahmat. Joningiz sog' bo'lsin, bolalaringizni huzurini ko'ring. Mana Xudo xolasa ozgina bo'lsa-da Allohim iloyim bastoringizga baraka bersin, xonadoningizga tinchlik, xotirjamlik bersin, turfa bo'lsangiz oltin bo'lsin. Hojilarga boring, hojilar ko'p Madinalarni ko'rib, yurt kezing, Allohim beraridan qismasin, iloyim bersin. Amin. Voy rahmat bolam, meni dorilarimni ham olib kelsiz. Mana dorilarimgacha olib kelishibdi. Kasalxonaga borib yotolmayapti ro'dim. Dorilarimgacha mana olib kelishibdi. Mana iloyim rahmat, turfa bo'lsangiz oltin bo'lsin mana. Shuncha rahmat el yurtimizga shunaqa sidaqangi iymonli e'tiqodli insonlar ko'paya olsin iloyim rahmat. Birodarlar, hammamiz ham to'planib shu kishiga imkon qadar plastiklarni qo'yamiz. O'zlarini plastiklarini qo'yiladi. Xudo xolasa yaxshilikka shu onaxonga Xudo xolasa yordam qilinsa, shu sizlarning himmatlaring bilan mana shu uylar hammasi remont bo'lib chiroyli qilib berilsa, juda ulug' ish bo'lardi. Biz faqat yaxshilik tarafdorimiz. Sizlar sabab shu joylar obod bo'lib ketsa, juda ulug' ish bo'lardi. Sizlarga rahmat. Yaxshilik ko'rishaylik.